Sultomatlar, nima qilishyapsan? Ustoz, 2025-yilda ajdodlarimiz shunaqa raqsga tushgan ekan. Ajdodlarimiz eslayapti. Sen eslaysanlar. Hozir dars o'tamiz. Tosh pastga. Bola, bugun adabiyot darsi. Erkinjonov, chiq she'ringni ayt. 2000 so'mdan akajonlar, yordam qiling akajonlar. Stop, qanaqa 2000? 1000 so'mdan akajonlar bo'lgan. Bitta she'rni ham eplab yodlamadingmi? Boshqa she'ringni ayt. Xo'p. Men o'sha balo, mubbil lolo. O, mana endi yaxshi. Faqat loloni 4 marta aytasan, tushundingmi? O'tir, 5. Rahmat ustoz. Habibullayev, sen nima tayyorlagansan? Ustoz, men zo'r qo'shiq tayyorlab kelganman. Yakhandagune a. Qoyil bolalar. Sizlarni ajdodlarimiz ko'rganda faxrlangan bo'ladi. Ustoz, tanaffus bo'ldi. Mayli, hammaga ruxsat. Keyingi darsda buyuk adibimiz Chingizning hayotini o'rganamiz. Hamma yodlab kelsin, tushundinglarmi? All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging.